Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, fermerlar. Ana 2022-yil 22-avgust 1-iyunda ekilgan Xitoy 70 yangi navini mana 70 kun bo'ldi, xudo xolasa mana ko'rsatamiz sizlarga. Holatini mana bo'yi 3,5 metr, kami 4 ga qadaydi. Holati bargi tikka. Dona dumbili 70%, 80% 2 dona. Dumbili lekin o'ta katta ekan. Qayrilib egilib ketyapti mana. Chiroyli mana xudo xolasa. Ko'chat soni yetarli darajada bo'lsa, o'g'it bo'lsa, sota holatiga 20 tondan tepasida beradigan holatda mana. Silosga ham dona qayrilib olgandan keyin holati 8-9 ta yoki silos holatiga dona bilan qayersi 70 tonnadan kam bermaydi. Mana ko'ryapsizlar. Dumbillar bexato olgan, egilgan holatda, ichi tashi. Ba'zi bir makkalarda ichi tomoni mayda bo'lib, tash tomoni katta yirik holatda bo'ladi. Yo'q, bunda xudo xolasa ichi tashi bir xil ekan. Bu holatda mana holati zo'r mana. 80 kun bo'ldi, hozir tekis yeydigan, pishirib yeydigan darajaga yetdi. Xudo xolasa 110 kunda tayyor don holatiga keladi mana. Xitoy urug'laridan eng zo'rlardan desak ham bo'ladi. Mana ancha yillardan beri dehqonchilik qilamiz. Bunaqa navini deyarli uchratmagan edik. 958 ommaviy bo'layotgandi. Unga nisbatan bu ancha hosildorlik bo'yicha, bo'y bo'yicha ham juda katta farqi bor ekan. Mana dumbili nihoyatda katta. 700 gramdan 600 gramdan kam emas, eng kichigi ham bo'lmaganda 350 gram 400 gram dan kam emas mana holati. Silos va don yo'nalishi bo'yicha. 1 gektariga 700 kilodan 2 marta karbamid berdik. 2 marta suspenziya, 2 marta zahar qurtlarga, zarar ko'ranlarga qarshi berildi. Ancha stressga ham chidamli ekan. Bu yilda ob-havo ozgina issiq kelib, ko'p navlar deyarli o'smay qoldi. 1,5 metrdan antena chiqarib, doniga ham ta'sir qildi. Hosildorligi 35 tonna, 40 tonnaga bormasdan bahorga ekilgan makkalar hosilda to'xtadi. Lekin buni holati xudo xolasa hozirgi ko'rsatkichi yaxshi. Bu hali yana doni to'lishib, yana dumbili yetishib, hosilga hosil qo'shish ehtimoli katta. Mana yuqori ichlari mana havo aylangan joylari dumbili nihoyatda katta. Chitashi bir xil deyarli. Bo'y slishkin baland. Mana men bo'yim 170-180 bo'lsa, men yarmida turibman buni. Xitoy 70 navi. Sotasi qizil bo'ladi, doni ham nisbatan qizilroq. Holati zo'r mana. Hurmatli dehqonlar, agar dehqonchilik bo'yicha hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, urug' masalasi bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Xudo xolasa bahorgi, kuzgi qayta takroriy ekinlarga 90 kunlik, 120 kunlik Xitoy urug'ini eng serhosil, so'nggi stressga, iqlimga chidamli urug'lardan yetkazib beramiz. 97lik 272 72 45 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
qiziqtirgan savollar bo'lsa, barcha ma'lumotlar makkajo'xorini yetishtirishda kerakli agrotexnika tadbirlari bo'yicha maslahatlar beramiz. Mana ko'ryapsizlar, xudo xolisa hosildorlik zo'r.